Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, Akmal Jumayev kanali obunachilari. Onlayn biznes haqida yana oz-moz tushunchalar berib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Telefon raqamini aytib o'taman. +99 8 99 775 11 81 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Siz dunyoni qaysi nuqtasiga yashashingizdan qat'iy nazar qo'shilish huquqiga egasiz. $150, $10 komissiya puli, $160 bilan qo'shilasiz. Ikkinchi odamdan siz birinchi daromadingizni olasiz. Karta saylamaydi. Bitta stolda 7 kishiga joy bor. 7 kishilik stoldan siz 3 marta daromad olish huquqingiz bor. $450 o'zbek so'mida hisoblaydigan bo'lsak, 6.600.000 so'm degani kamida. Plus minus kurs sal-pal o'zgarib, ko'tarilib tushib turganiga qarab, yana 100.000, 150.000 qo'shilishi mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, mana o'ychini o'yi bitguncha tavakkalchini ishi bitadi degan hech qanday yolg'oni yo'q. Yolg'on narsaga sizlarni majbur qilmaymiz. Masalan, o'ylab ko'ring. Omonatga pul qo'yasizda, foizini olib yeb yurasiz. Masalan, bir katta zavod fabrikalarning aksiyasini sotib olasizda, o'sha zavodda aksiyasini oylik daromadidan sizga foiz to'lab turadi. O'shanda ish bir marta pul tikib kirasiz, 30-40 yil daromad olasiz. Chorni kassaga o'xshagan ish hech kim puliga kuyib qolmaydi. 100% ham emas, 200% men javob. Xohlovchilar bo'lsa marhamat. Yana ham aytib o'taman, musofirda ishlab yurgan bo'lsangiz ham qo'shilishingiz mumkin. Karta saylamaydi. Kabinetingizga tushgan pulni siz bemalol o'zingizning kartangizda yo uydagilaringizni, ota-onangizni, xotiningizni, aka-ukalaringiz kartasiga bemalol tushirib berishingiz mumkin. Любой kartaga pulni tushirib olsa bo'ladi. Xullas, mana yangi yil yaqinlashyapti. Mana shu Muzrabot tumanidagi fuqarolarga bo'lyapti ushbu video murojaatim aynan. Mana shu Muzrabot tumanimizda 80% fuqarolar ishsiz. Mana shu Rossiya davlatlariga borib ishlab keladi, mavsumiy ishlariga, bozorga, qurilish, stroyka, ana sovuq, qor yoqqanda qaytib keladi. Mana shu ayniqsa eri yo'q, beva ayollarga ancha qulay keladi. Nimagaki, uyida o'tirib ham bola chaqalariga qarab, ham yaxshi daromad topib o'tirish huquqi bor. Kimga qiziq bo'lsa, Akmal Jumayev Telegram kanallarim bor. WhatsApp, imo kanallarimga bemalol aloqaga chiqib, kerakli tushunchalarni olishi mumkin. Yana ham aytayapman, biz sadaqa so'ramayapmiz yo ehson bering yo 2.400.000, 2.5 million pulingizni bizga kechi yorishga bering demayapmiz. O'zingiz bir marta pul tikib kirasiz, 30-40 yil daromad olasiz. Daromadlar boshlanadi 150, 300, 900, 2700, 8100, $30.000 daromad qilish huquqiga ega har qanday fuqaro. Shuning uchun mana takishda kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz, batafsil ma'lumotlarni, kerakli tushunchalarni berib boramiz. Yana ham bir narsani aytib o'taman. Like bosish bepul, baraka topkurlar. Like bosib Akmal Nur TikTok kanali, Instagram, YouTube Akmal Jumayev kanallariga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, poddershka qilib, nima deydi, like'larni bosib qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xohlasa Akmal Jumayev ham xalq xizmatida. Sog' bo'linglar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Siz qaysi davlatda yashashingizdan qat'iy nazar tilimizni tushunsangiz bo'ldi. Rus tili, tojik tili, o'zbek tilida mukammal so'zlasha olaman. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar.